lochinni olmaydi emas. Oladi, sizlar noto'g'ri tushunibsizlar-da. Oladi, mana birinchi lochin. Mana hozir ko'rasizlar. Oladi. Просто haydashga bog'liq-da. Камера 60. Ko'ryapsizlar? Mana tezligi. Снижайте скорость. Mana oladi, hozir qarab turinglar. Eshitib turinglar. 400. Oladi. Mana tezligi. Oladi, qarab turinglar. Mana. Endi sekinlashaman. Mana ko'rdilaringmi? Лочин. Ko'rdilaringmi? Oladi, olmaydi emas. Sizlar noto'g'ri tushunmanglar-da, просто mana. Просто haydash bilan haydash farqi bor-da, tushunyapsizlarmi? Oladi, men olmaydi demadim lochinni. Oladi. Mana qaranglar. Lochin ishlab turibdi, ko'rdilaringga qaranglar. Bitta narsasi bor-da buni. Qaranglar. Zavodskiy настройка bo'ldi. Sibros berib yubordik, to'g'rimi? Hech joyga tegmaymiz. Qarang. GPS активно. Sibros berib yubordik-a, endi qaranglar. Va sibros berib yuborib yuraveringlar, bo'ldi deydi-yu. O'sha videosiga bu javobda, qaranglar endi. Ishlab turibdi, hozir ko'rdilaring. Tez borsalaring, ana shunday ololmay qoladi-da bu. Men shuni aytib bermoqchiman sizlarga. Камера 60. Mani ko'pchilik tushunmayapti. Lochinni yaxshi oladi-ku. Mana qaranglar. Tezligimiz 50 dan ziyod. 200. Ko'ryapsizlarmi? Lochin ishlab turibdi, ko'rdilaring hozir 60 ta kelyapman. Ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapsizlarmi? Yo'q deteksiya. Yo'q mana. Deteksiya yo'q. Yo'q. Umuman yo'q deteksiya, ko'ryapsizlarmi? Shuning uchun sibros berib yuborgandan keyin albatta lochinni yoqib qo'yinglar.